Odamlar bir narsani esinglardan chiqarmanglar. Umuman esinglardan chiqarmanglar. В любом случае kokosh пострадавший. В любом случае kokoshni qorni yo'q. Qorni kokoshniki yo'q. Ochilib ketgan yara kokoshda, boshqalarda emas. Так что kokosh unaqa bo'lgan kokosh oldin nima bo'lgan ishi yo'q. Hozir главный situatsiyada kokosh пострадавший. Intervyu berib, birovni qoralash, oqlash keragi yo'q. Главное, kokosh tuzalib ketsin, и все. Birovni yomonlab chiqing deb kokosh menga bir og'iz aytgani yo'q. Birovni yomonlab chiqing, yo поддерживать qilaman, огонь boshladik, unaqa gap gapirgani yo'q. Meni nomimdan birov javob bermaydi hech qachon. Shuni unutmanglar. Meni nomimdan birorta ayol javob bermaydi. Hamma gapimga o'zim javob beraman. Birovdan so'rab olishni keragi yo'q, odamlar. Hozir o'sha opaga ham aytdim. Biz deb gapirmang. Men uchun javob bermang. Men ertaga yomon bo'lib qolaman. Men uchun javob bermang biz deb 100 marta aytdim. Men o'zim uchun o'zim javob beraman. Gapirgan gapimga, boshqa narsaga hammasidan o'zimdan so'rab olinglar. Birovdan so'rab olmanglar. И в любом случае unaqasiga buraslarmi, bunaqasiga buraslarmi, ontar-to'ntar bo'lib ketasizlarmi? Qornidagi ko'jasi yo'q kokosh. В любом случае aylansanglar ham, o'rginsanglar ham, в любом случае kokosh пострадавшая. Так что gapirilgan gap men gapirganman, men javob beraman, boshqa odam emas. Ba'zi birlar biz deb gapirmanglar, iltimos. Intervyu berib yotgan ba'zi bir aktrisalarga ham ishonmanglar. Boshida ham yo'q, o'roqda yo'q, ketmonda yo'q, chiqib olib intervyu berib yotibdi. U yerda men chiqarganman, men nikros deganman, men janjal ko'targanman, men chiqarganman birinchi. Meni istoriyalarimdan ko'rib qolib, borib qolgan ayollarga ishonmanglar. Umuman ishonmanglar. U yerda men shov-shuv ko'tardim, Munisopa больницаga yotkizdirdi. И все. Boshqa odamlar intervyu berib, PR qilib yurganlarga umuman ishonmanglar. Все, tamom. Kokosh пострадавшая, пусть лечится. Оставьте ее в покое, пожалуйста. Хватит, meni ham hamma burchakka tiqavermanglar, charchab ketdim. Assalomu alaykum Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Yaxshi dam oldinglarmi, yaxshi yotib turdinglarmi? Shirin tushlar ko'rdinglarmi? Magaplar. Har doim o'zim gapimga o'zim javob berib kelaman-da. Men uchun birov javob bermaydi odamlar. Kokoshni temasida kokosh menga aytgani yo'q. Birovni yomonlab chiqing, yo birovni gapiring, yo birortasini gapirib chiqing deb gapirgani yo'q hech qachon. Men o'zim мнение qilib, fikr qilib gapirganman har bitta gapda. Keyin meni o'rnimga Toshkentda o'tirib olib birov javob bermaydi. O'zim gapinglar bo'lsa, o'zimga telefon qilinglar, cheres telefon qilmasdan. Star House haqida. Meni kecha bitta dugon o'rtog'imni, vizajist o'rtog'imni dugonasi uy olgani borgan ekan. Star House'dagi сотрудниклari aytibdiki, tipa Jasminga $500 berib, chorniy PR qilyapmiz debdi. Odamlar kuyib qolgani uchun men gapirib chiqdim. Jinni ketdi, odamlarga ishonmanglar. Это все обман. Menga hech kim pul berib qo'ygani yo'q. Hech qachon pul bermaydi meni birovni yomonlab chiqish uchun-da. Так что Star House'dan 500 ta 700 ta odam kuyib qolgandi. Kadastri chiqmagan hali ham. Так что uy olishdan oldin million marta o'ylab ko'rib olinglar. Ertaga yig'lab yurmanglar. Ana PR-shiklar chiqib olib PR qilayotganlarga ishonmanglar. Hammasi yolg'on. Star House'da kadastri hali ham chiqqani yo'q. Nabarot meni ugrajat qilib Jasminni gapirmasin, dugonasini tegmaymiz deb shantaj qilishdi meni. Shuncha yillar to'plab uy olaman deb tayyorgarlik ko'rib, kuyib qolmanglar degan ma'noda gapirib chiqqanman. Menga birov chorniy PR uchun pul berib qo'ygan $500 dan kuniga beryapmiz, bizni chorniy PR qilyapti debdi. Jasmin shunaqa qilyapti debdi. Qasamxo'rlar. 4 ta aktyor dushab olib, 4 ta artist dushab olib, u yoqqa sudrashib, 4 ta bloger dushab olib, bu yoqqa sudrashib, hech PRdan chiqmadi shu Star House. Lekin ehtiyot bo'linglar. Boshqa odamlarga o'xshab sumalak qilib beramiz deb keyin aldab yuradi. Svetilar yo'q, liftilar yo'q, gazilar yo'q. Yuraslar keyin sumalak yeb, sumalak qilib beramiz deb aldab qo'yadi.
Ba'zida meni og'zimga xo'jayinlar chiqib qolishadi. Tavba qildim, hayron qolaman. Meni nomimdan birovlarga telefon qilib, men haqimda so'rashni hojati yo'q. O'zimga telefon qilinglar, o'zimni profilimga yozinglar, iltimos. Birov men uchun javob bermaydi. Meni obsujdat qilmoqchi bo'lsanglar, dugonamga telefon qilmasdan o'zim bilan obsujdat qilinglar. Nima gapinglar bo'lsa, iltimos. Xayrli kech. Hol-ahvol so'rab yozayotganda Allohga shukr. Ancha yaxshiman. Halayam apparatdaman, shu vaqtim apparatdaman. Unaqa ko'p turib, yurib harakat qilolmayapman, faqat yotibman o'shanga. Video, storiyalar qo'yib borolmayapman. Ko'p har kuni. Duo qilganlarga, hol-ahvol so'raganlarga hammaga rahmat. Borligiga shukr. Yaxshi dam olinglar. O'yin ketyapti, iltimos tushuntiring bizga. Men bilmayman, meni bunaqa narsalarni bilmayman, nima bo'layotganini. Hozir umuman bilmayman. Chiroyli bo'lib ketibsiz, olib tashlaylar. Men to'g'risini aytaman, men bilmayman. Men vashi bu narsalarga aralashmayman. O'sha temani yopinglar deyilgan paytda уже hamma narsa yopilgan. Ko'kosh milliy markazga o'tgandan beri men umuman hech narsaga aralashganim yo'q. Unga xodimlar bo'ldi, qilinglar dedi, jim bo'linglar dedi, shundan keyin hech narsaga aralashmadim. Men bilmayman, tushunmayapman. To'g'risini aytsam, endi sekin o'zimni real hayotimga sekin qaytishga harakat qilyapman. Hech kundan beri o'z stresslar, necha kunlar orasidan stresslar uxlamay yurgan paytda oxirgi payt o'zim ham to'kilib olyapman. Ko'kosh ko'rib turib, amma deydi mana, amma bo'ldi. Boring, uxlang, dam oling. Bo'pti. Va shunaqa. Bugun ham borib keldim. Allohga shukr, Ko'kosh juda yaxshi. Sekin-sekin mana vrachlar nazoratida bo'lib juda yaxshi qarashyapti. Allohga behisob shukr. Faqat biza bitta narsa qila olamiz, duo. Duo qilib turinglar. Inshaalloh sizlarning duoinglar bilan yaxshi bo'ladi. Esinglarda bo'lsa, men ham onam kasal bo'lgan paytlarda sizlardan duo so'ragandim. Ko'pchilik menga ham karta qil, pul yig' deganda, xuddi Ko'koshga ham shunaqa gap so'z aytilgan. Ko'kosh yo'q, men pulni yig'mayman. Menga kerak emas unaqa narsa degan joylar bo'ldi. Allohga behisob shukr, harakat qilyapti, hammasi joyida. Va mana duo qilsanglar, inshaalloh yanada tezda borib hamma duosi o'tadi-da. Tezda tuzalib ketadi, ishoninglar, tezda tuzalib ketadi.